qizil rangga burkangan Bobur Arenada uchrashuvga start berildi. Boshqa bir sherigiga to'pni yetkazib bermoqchi bo'ldi chog'i. Navbatdagi hujum yana chap qanot ishga tushyapti Andijonda. Xavfli vaziyat, ichkariga pas, zarba, darvozabon to'pni egallab olyapti. Navbatdagi hujum chap qanotdan markaz sari uzatma Martin Boaki, zarba, yaxshi seyv. Qardi Samandar Murodboyev. Ters turgandi o'zi aslida, ammo darvozaga qaramasdan ham aniq zarba yo'llaganda Boaki. O'zi G'ayrat Jo'rayev ishlagan hakamlik qilgan hozir yaxshi imkoniyat. Dragincharan birga bir zarba, darvozabondan zo'r seyv, keyingi zarba yana qutqardi Murodboyev. Azizbek Turg'unboyev darvozaga aniq zarba yo'llay olmadi. Shoshib qoldi biroz Turg'unboyev. Uchtak chalmadi, var esa yo'q. Boaki to'pni olib qo'ygan ekan. Charan birga bir vaziyatdan foydalana olmadi. Katta ehtimol bilan mana shu ikki jamoa 1-8 finalga. Zo'r uzatma, zarba, xavfli, darvozabon hamda himoyachi bir amallashdi. Darvozabon ustidan to'pni o'tkazgandi Boaki. Dilshod Murtazoyev. Nikashvilining uzatmasi esa shunchaki super edi. Xavfli vaziyat, zarba, zo'r edi zarba. Yusuf Atubanja. Hozircha Olimpik Mobius, So'g'diyona, QMU, Jayxun, Bunyodkor, Lokomotiv, OKMK 17-daqiqaga yetib keldik. Azizbek Turg'unboyev to'p bilan stadionini qo'llab-quvvatlayapti. Turg'unboyev o'ng qanot orqali jarima joychasiga kirdi, zarba yo'lladi, ammo o'xshamadi. Biz Azizbek Turg'unboyevni milliy terma jamoada ko'rishni istaymiz. 25-daqiqa Andijonning navbatdagi hujumi, oldingi chiziqqa to'p yetkazilyapti. Xavfli vaziyat bo'lishi mumkin. Azizbek Turg'unboyevning qarshisida bir nafar raqib bor. Turg'unboyev nima o'ylab topadi? Ortga qaytishga majbur bo'ldi Azizbek Turg'unboyev va endi jarima joychasi tomon pas, zarba va gol! Martin Boaki hisobni ochyapti. 25-daqiqada Turg'unboyevdan assist. Martin Boakidan aniq zarba. Hisob 1-0 Andijon oldinda. Hisob 1-0 Andijon. Kuzatamiz, ichkariga pas, Cheran o'tkazib yubordi. Boaki esa kichik parvozni amalga oshirdi. Boakida yo'q edi afsar. Martinda o'yindan tashqari holat yo'q edi. Mahmudjon Muhammadjonov qoida buzilmabdi. O'yinni davom ettirishga ruxsat beryapti G'ayrat Jo'rayev. Sharof Muhiddinov kuchli zarbaga ega. Zarba! Darvozabon Eldor Adhamov to'pni qaytardi. Qoldi maydonda, chiziqni tark etgani yo'q. Nasafning hujumi, Sharof Muhiddinov uzoqdan zarba. Birinchi taymda ham shunga o'xshash zarba ko'rgandik Sharof Muhiddinovda, ammo Andijon mudofaasini yorib o'ta olmayapti. Bu safar esa uddalay olishdi. Sharof Muhiddinov chapga uzatma, yaxshi imkoniyatga kelishi mumkin qarshiliklarda, biroq qaytib ulgurdi Andijon himoyachilari. Zafar Murod Abdurahmonovdan ichkariga pas, zarba va gol! Bobur Abduxoliqov muvozanatni tiklayapti. 1-1. Ikkinchi taymdagi ilk xavfli hujum gol bilan yakunlanmoqda. Abduxoliqovdan aniq zarba, Zafar Murod Abdurahmonovdan assist. Sharof Muhiddinov yaxshi o'ynadi. Keyin Zafar Murod Abdurahmonov ham zo'r o'ynadi. Aleksandr Andronikashvili. Yo'q, Chalasan ekan, Chalasan mana. Xatoga yo'l qo'yibdi. Aynan Nemanya Chalasan zararsizlantirishi kerak. Nasaf vakillari to'pni egallab qarshi hujumga chiqishlari mumkin. Rahmatov yaxshi uzatma, xavfli vaziyat bo'lishi mumkin. Yana shu chap qanot orqali tashkil etilyapti hujum. Bobur Abduxoliqov o'zi yakunlashni istagandi mana shu hujumni. Bu boyagi epizod.
Ofsayd ham bor ekan. Abdurahmatov zo'r o'ynayapti. Mana shu qanotida bu safar undan to'pni olib qo'ydi. Andijon vakillari va Bekzod Sulaymonovni oldinga boshlayapti. Sulaymonov birga bir vaziyatga chiqib borishi ham mumkin. Sulaymonovdan zarba. Lekin to'p darvozaga aniq bormadi. Eminov o'ng qanot orqali tashkil etiladi hujum. Uzoqdan zarba, darvozabon to'pni egallab oldi. Yana bir xavfli hujum bo'lishi mumkin edi. Endi esa Andijon vakillari qarshi hujumga chiqishlari mumkin. Oldingi chiziqqa to'p yetkazilyapti. Po'latxo'ja Xoldarxonov orqaroqda sheriklari bor. Xoldarxonov oldingi chiziqqa to'pni yetkazyapti. Yaxshi imkon yuzaga kelishi mumkin. Andijonda o'ynatishlar holati yo'q ekan. Imedamiz zarba yo'lladi Abdumanopov ekan. Ammo Andijon safida amalga oshirilgan o'zgarishlar. 5 ta futbolchi o'yinga qo'shildi. Barcha o'zgarishlardan foydalanib bo'ldi Islomjon Ahmedov. Nasafda esa 2 ta o'zgarish ko'rdik. Ro'ziqulberdiyev hozircha yosh futbolchilarga imkon beryapti. Ro'ziqulberdiyev Kubok bahsida Doniyor Abdumanopov zarba, darvozabon to'pni hujumi davom etadi. Abdumanovdan ichkariga navbatdagi uzatma. Uzoqdan zarba ko'ramiz. Muhammad Karim Toirov zarba yo'llagandi. Daqiqa boshlangan. Burgutlar hujumda ichkariga navbatdagi uzatma yo'llangan. Zarbalar noaniq bo'lyapti. Juda ko'p. Bunaqa holatni ko'rdik. Kuzatamiz. Ajdarlarda imkoniyat to'g'ri zarbaga aylanib ketdi. Bu hakam imkon berarmikan? Bo'ldi. Final qushdagi yangradi. Andijon Nasaf O'zbekiston Kubogi H guruhi 1-1 hisobdagi durang natija bilan o'yin yakunlanmoqda. Nasaf,